Assalomu alaykum, hurmatli to'rtkel ahli. Biz Alloh yo'lida kichkinagina bo'lsa ham xayrli ishga qo'l urayotganmiz. Bu Yusel to'rtkel adına bo'ladi. Kichkinagina xayr ehsonimiz. Bugun 25 fevral 2026-yil ro'za Ramazon oyining oxirgi kunigacha bo'lgan kun oralig'ida har kun bir xonadon uchun iftorlik uchun arzimagan kichkina xayr ehsonimiz bor. Buning uchun sizlardan iltimos etib qolaman, meni qo'llab-quvvatlab turishlaringizni hamda yordam berishlaringizni. Bu qo'llab-quvvatlash deganda shu videoni like bosib, podpisatsiya qilib, shu o'zlaringiz donish bilish to'rtkeldagi odamlarga videoni tarqatishlaringizni so'rab qolaman. Yordam deganda bu shu videoni kommentariyasini shu to'rtkelda yashab turgan shu ozg'ina kichkinagina xayr ehsonimizga loyiq bo'lgan xonadonlarning adresi, to'liq adresi va shu xonadon egasini adını yozib qo'ysangizlar, men shu iftorlikdan burun albatta o'zim olib borib yetkazib berishga harakat etaman. Faqat to'shni adres yozinglar, adashmasligim uchun iltimos e'tiborsiz qoldirmanglar.